Halkım aylıksız, kefilsiz 20 milyon so'm bilan bir xonali kvartira qo'yib beraman. Podyezdning kattaligini ko'rdingizda, liftlar ishlab turibdi. Ishla. Ana ishlab turibdi. Manzilimiz ekstremli больницаning yanında 7-etajda sizlarga zo'r bahada chiqarib beraman. Oylik to'lovini ham oxirida aytaman. Bu yerni kattaligini qaranglar, ishdan zo'rindan qo'yilgan. Nima qaranglar. Men yaqindan tarafini aytaymi? Bu bir kanal emas bu. 2 kanal aytiladi bu, nima qaranglar. Bu yerimiz yana kattagina-ku. Bu yerdan gipsakordan qo'yib bersangizda 1-2 kanal bo'ladi. 20 milyon so'm bilan ketadi-ku. Bu yerimiz sanuzelimiz. Bu yanimiz oshxonamiz. Gördünüz-mi? Общий отопление gazı bor. Aylık to'lovi 4 milyon 900 ming so'mdan chiqadi. 20 milyon so'm bilan oylik kefil shart emas. Beni kattaligini ko'rdingizda, asa xudo xolasa podpiska bo'lib, kommentariya fikrlaringizni qoldiringlar, obязательно o'qiyman. Yana nechta variantlar chiqarib beringlar xudo xolasa. Instagramda Xorazm uy joy kvartira desangizda chiqadi. Nomerim 87lik. Yozdingizmi? 87lik 607 87. Imo, Telegram, WhatsApp, Instagram hammasi shunda. Yozasizlar, javob beraman xudo xolasa. Yana nechta variantlarga ko'rgan bo'lsa, chiqarib beraman xudo xolasa. Muammosi yo'q. Shunday gaplarni aytsam, 20 milyon so'm bilan ketami? Sog'inglar, salomat bo'linglar, topganlaringiz to'ya, tashkillari buyursin. Eng yomon kuni joy qo'ysiz. Xorazm joy kvartiradan. Nomerlarni pastda yozib ham qo'yaman, aytdim ham. Asal sog'inglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar.